Assalomu alaykum Aliya Sultan 322 haqliq salondagi barliq azizlar. Bugun sizlarga tanıştırmoqchi bo'lganimiz qurg'oq samovar qo'rmisi ya xonim qizlar. Buning ketadigan materiallar oldi bilan kala go'shi, kala go'shini mustaq kenglikda, mustaq uzunlikda to'g'rab olamiz xonimlar. Uningdan boshqa mavxil qiza, ya'ni misran qiysi tayyor qiza. Uningdan boshqa har xil mash o'yitmalari, masalan, menjing deymiz, jumloq shakllik mash o'yitmasi dedik. Uningdan keyin nilupar yiltizi, aningdan keyin ko'k piyoz, mavi pichak guli, ya'ni shayava, g'o'l piyoz, samsaq. Uningdan boshqa chechaksay gulkaram deb mataymiz bu. Aningdan keyin yig'nisimon gumbimadak, xushpuraqliq gumbimadak, ya'ni shangua. Uningdan boshqa zencevil. Bu materiallardan başqa yana xanım qızlar yani ketadiğini mavxila xasın meğizini maydan ötküzüp qo'rvagan xasın meğizi ya. Onundan keyin küncütniki aq küncüt bolsun buldu, maturdaki seriq küncütler bolsun buldu. Doğru dermeklerden tetim suya yani can yo'q, onundan başqa tuz, kavavçina, soqulgan kavavçin. Bunundan başqa eng muhim ketadigan narsa xanımlar şu samavar qo'rmisi tetitqusidan azroq miqdorda ishlatamiz. Agar yaxshi ko'rsanglar, ko'proq sasanglar bo'ldi. Bu xil tetitqularni odatda bozorda musulmonchisini topqili bo'ladigan bo'lg'ashqa, men suratda elib ko'rsatib shimdi, meni qo'rg'uchilik silaytimiz. Oldi bilan shu go'shtdan boshqa hamma materiallarni to'g'rib ilib, suvga silib, qaynatib pishirib ilib olamiz. Xanım qızlar, mana ko'ktatlarimizni hammasini shu xil shakllarda to'g'rib oldik buni. Endi bu ko'ktatlarninki shu test pishadiganlarini boshda qazimizga suv quyib, suyimizni qaynab qoldi solamiz. Eng boshda soldiganimiz nilupar yiltizi. Bismillah. Mana nilupar yiltizi shu ko'ktatlarimizning ichida testdirek pishadigan ko'ktat turiga tava xonimlar, shunlashqa men eng beshida sevatdim buni. Bu bir sal qaynab chiqib olgandan keyin anadaki rədd tərtibi bo'yicha masalan qiza, ondan keyin chechaksay, mavi jig'nisimon gumbimadak, ondan keyin mavxil mash uyutmalarimizni, pichak gulni sarsaq bo'ldi. Ondan boshqalarini suvdan pishirib ketmaymiz. Shunlashqa shu tartib bo'yicha men pishirib ap bo'lgandan keyin tushuncha berman xonimlar, buni pishirish jarayonida ozroq tuz silaytimiz qozonga. Xanım qızlar, mana ko'ktatlarimizni asosan hammasini soldim. Bu vilvel qaynayotidu. Shu mash uyutmasi turdagi narsalarni solmadim. Mana bir qaynab 1-2 minut pishib olgandan keyin mash uyutmasini silib, ishga o'ltiblam, cho'lda suzib ilib olamiz, xonimlar. Xanım qızlar, mana har xil ko'ktatlarimizni suvda pishirib, suzib ilib oldik. Mana taqsimizdagisi bo'lsa, shu samovar qo'rim tetitqusi shu. 2 tomoq qo'shib atrofida oldim xonimlar. Endi qozonimizga may quyib, meyimiz ravris qizigan vaqtda mayni sal ko'proq qo'yamiz juma. Chunki bu go'shimiz maysiz xonimlar, bu say ko'ktatlarimiz maysiz, shunlashqa may ichida bu ko'ktatlar. Shunga sal ko'proq qo'ydim. Endi shu may obdan qizigan vaqtda avval go'shimizni tozash, suvi to'kkichilik pishiq qo'rib bo'lib, piyoz, zanjibillarimizni silib, ravris qo'rib olamiz. Mana xonim qizlar, meyimizni chuchib tayyor bo'ldi. Endi go'shtimizni silib qo'raymiz. Bismillah. Go'shtimizni qo'rg'an vaqtimizda cho'qim shu suvi to'kkichilik pishiq qo'rib olamiz xonimlar go'shtimizni. O't pekishni ko'p ketmasin, go'shtimiz kuyib turur. Mana xonim qizlar, go'shtimizni qo'rilib shunchalik pishiq holat kelib bo'ldi. Endi g'o'l piyoz bilan zanjibilni silib qo'raymiz. Mana xonim qizlar, mana g'o'l piyoz bilan zanjibilni qo'rildi. Endi kavavchin bilan tuzdan ozroq sevatdim. Tuz tetimsa elini salsaq bo'ladi. Anondan keyin bir qo'shiq so'qilgan qizilmush soldim. Ondan başqa endi boyiqi shu samovar qo'rimiz tetitqimizni soldik. Mana xonim qizlar, endi boyiqi suvdan suzib olgan hamma ko'ktatlarimizni solamiz. Mana xonimlar,
astidan ustiga saylarimiz ezilib ketmasin. Mana shunday holatda qo'rib, buni tekshi ilashtirib olamiz. Buni bir 3 minutlik qo'rsak bo'ldi ya. Mana xanım qizlar endi bu qo'rilib, ma'lum bosqichga kelgan vaqtda buni ustidan ozroq tetin suv quyib etdim. Undan keyin qasam yog'ini soldim. Undan keyin samsaqlarimizni soldim. Xanım qizlar, boya tetin suv quydim. Undan keyin buni ustiga bu qasam yog'ini soldim. Endi samsaqni mashalsonniki pishmaydigan yerlarni soldim. Endi ilashtiramiz. Mana xanım qizlar, tuzu az ketgan azroq tuz sevatdim. Endi kunjutlarimizni sepib birlashtirib olsak bo'ldi. Pishdi. Mana xanım qizlar, qurg'oq samovar qo'rimiz pishib tayyor bo'ldi ya. O'zi shunchalik ko'rkam, rangi shunchalik chiroyli chiqdi. Xonimlar bo'lsa, oilada bir sinab tetib yiqishinglarni umid qilaman. Bugungi darsimiz tamom. Allohga omonat.